Samina mina, waka waka, samina mina sangareva, anawa samina mina, waka waka, samina mina sangareva. This time for Africa. Choosing your battle, big as a pop and this is a pop and big in the saddle. You want a front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Pressure's on, you feel it, but you got it all. Believe it, when you funk it up, when you funk it up, Samina mina sangareva. This time for Africa, Samina mina, waka waka, Samina mina sangareva. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. You're something Shango on a line, waves for Dodo. People are raising, there is extinction. No, it is serious, we're getting closer, this isn't over. The day's your day, I feel it. You bow the way, believe it. You can fog it up, when you fog it up, Samina mina sangareva. This time for Africa, Samina mina, waka waka, Samina mina sangareva. Anawa, Samina mina, waka waka, Samina mina sangareva. This time for Africa. I'm well on a journey, biggie, big mama. One day, she said, my sister's on a journey, biggie, big mama. From east to west, Waka waka ma, waka waka ma, someone sees and wants in booyah. 'Cause this is Africa. Samina mina, waka waka, samina mina sangareva. Anawa, samina mina, waka waka, samina mina sangareva. Anawa, jango, jango, samina mina sangareva. Anawa, jango, jango, samina mina sangareva. Olga Uzbekistan. Olg'a O'zbekiston va Olg'a Alyana ishtirokchi raqami 08 Shohruxxon jamoasi. Ana endi biz ustozlar fikrlariga quloq tutamiz. Farruh Karimov, keling sizdan boshlaymiz, marhamat. Buni qarang, uni qarang. Bu sahnalik harakatlarning shedevrlaridan biri. Shohruh, shunaqangi bir chiroyli nomer chiqibdi. Raqsida Bahor ansambli emasmidi? Ben ko'rdim. Raqsida Bahor ansamblidan o'tib tushadigan o'xshaydi. Endi bu ham mayli-yu oxirgi nog'ora chalayotgan yigitlarni qayerdan topdingiz? ular alohida samolyotda kelishdi bizga. Samolyotda kelishdi. Ha, yaxshi. Shunaqangi bejiz emas kelgani bezatibdi shunaqangi. Lianaxon, gap yo'q. Mana mahorat ovozda-yu, harakatda-yu, keyin hali sahna fayzi degan narsa bor. Shularning hammasini shunga sazovorsiz, egasiz. Shuning uchun nima deyishimiz mumkin? Ijodiy omad hamisha yor bo'lsin. Men o'ylaymanki, bizning tomoshabinlarimiz juda ham yuqori darajada baho berishadi deb o'ylaymiz, niyat qilamiz. Katta rahmat sizga va agar sizlarga yoqqan bo'lsa, Jimchuzning raqs ansambliga ham minnatdorchilik bildirgan holda biz Anvar aka sizga yuzlanamiz, marhamat. Juda ham men shu brazilskiy karnavalga tushib qolgandek bo'ldim. Yo'q-a? Mana shuni aytmoqchi edim. Juda ham Men u yoqda bo'lmaganman, shuning uchun qayerga tushib qolganimni bilmay turdim. pozitivniy shunaqa bir
anaqa keldi. Kayfiyat. Bo'ldi. Juda ham chiroyli krasочный nomer bo'libdi. Ijroga ham gap bo'lishi mumkin emas, gapi yo'q. Maza qildingizmi? Omad, men maza qildim. Bu eng muhimi. Anvar Jo'rayev, olqishlab qo'yamiz. Katta rahmat sizga. Nasib Abdullayeva, marhamat. Bu qizimiz o'zi mavsum boshidan beri bayramga o'xshaydi. Har doim chiqishlarini agar orqaga mundoq qilib kuzatsak, har bitta sahnaga chiqishi buni juda ham rang-orang, juda ham bir yorqin bo'lib ketadi sahna. O'zi ham bir juda pozitiv qiz, har doim yuzlari kulib turadi. Ayniqsa o'zbek tilini gapirishiga maza qilaman bu qizni. Qoyil. Omad tilayman va o'ylaymanki, aynan pozitivni va yaxshi kayfiyatni yoqtiradigan tomoshabinlarimiz bugun o'zlarini ovozlarini shu qizimizga berishadi. Katta rahmat sizga va biz bevosita jamoa ustoziga yuzlanamiz. Shohruxxon, marhamat. Bir-biridan shirin shakar farzandlarning onasi bu. Bir go'zal oilani nima deydi? Bekasi. Ham uyda boshqa dunyo, sahnada boshqa dunyo. Instagramda o'zlarining ishlarini olib boradi. Har tomonlama. Hamma yoqda ulguradigan inson. Bugun ham ulgurib qoling. Yashay. Katta rahmat sizga. Ustoz, rahmat. Bugun ham ulgurib qoling dedilar jamoa ustozi. Menimcha oxirgi gaplar aziz teletomoshabinlar sizlarga aytildi, chunki siz hal qilasiz. Biz esa Liana bilan birgalikda uning chiqishini yana bir bor tomosha qilamiz.